Qasam ichib aytamanki, bu juda ham kulgili va achinarli holat. Yaxshi ko'rgan insonim deb bilgan odamingiz siz bilan bo'lgan hamma aloqalarni uzib, eng yaxshi xotiralarni ham esdan chiqazib, siz bilan hech qachon gaplashmaslikni afzal ko'radi. Bir og'iz uzr so'rashni o'rniga faqatgina bitta noqulay vaziyat, yoqimsiz holat va 10 yillik munosabatda bo'lgan o'rtog'ingiz, yaxshi ko'rgan insoningiz sizni hayotingizda yo'q. Shunchaki yo'q tasavvur qilyapsizmi? Gaplashib olish, muammoni hal qilish. Tan olaylik, ushbu avlod shu darajada zaif bo'lib boryaptiki, o'zini hissiyotini, iliq munosabatlarini saqlab qolish uchun bir og'iz uzr, sen menga keraksan, yonimda qol degan gaplarni aytishiga ham yaramayapti. Va men doim hayron qolaman, bunaqa insonlar o'zlarini g'ururli deb bilishadi. Yo'q, men undan uzr so'ramayman, g'ururim to'g'ri kelmaydi deyishadi. Lekin shuncha bo'lib o'tgan iliq xotiralar, chiroyli munosabatlarni tiklashni o'rniga, uzr so'rashni o'rniga g'ururlarni tanlashadi. G'ururli, lekin baxtsiz insonlar. Va bilmayman, bunaqa insonlar hayotda nima deb o'ylashadi. Lekin men bu narsalarni o'ylasam, shunchaki shokka tushaman.